Zo'rdat. Qaysi klinika? Tak, assalomu alaykum hammaga. Bizda bugungi ko'zimizda juda ham sложный va редкий случай. Hammasi joyida aytmoqchi bo'lgan bitta narsa bilan bo'lishmoqchiman. Ko'zlar ham skladka qilib berish ham norma. Lekin to'g'ri gapga qaraveramiz. Bundoq qaraganimizda mana pardamizni, ko'zning ichki shilliq pardasini umuman to'liq yopgan va hamda burun tomongacha ochilgungacha kamida 1 sm bo'lgan. Ko'rasizlar mana. Bu tomonda ko'proq, o'ng tomonda, chap tomonda sal kamroq masofani. Shu narsa bilan bo'lishmoqchi edim. Xudo xolasa bilan chiroyli qilib epikontoplastика va hamda Singapur tipli blefaroplastika qilamiz. Tak, do'stlar, bizada 10-kun epikontoplastика va ham Singapuri. Dona ko'rishingiz mumkin. Pastda qoldirishingiz mumkin. Bundan oldin ham ochgan, yumganda mana to'kilib bering. Mana endi haqiqiy vzgilyatni biri. Nima deyapti? Gapiring. Shikolatda otdi. Chatki. Xursandmisiz o'zingiz? 10-kunga. Kars qilishadi, katta. Mamutdagi ayniqsa halqalari juda katta edi. To'g'ri qarab turing. Lekin mana shu bo'ldi lekin, vzgilyat mana, vzgilyat 1. Hamma yo'q otdi. Boshqacha bo'lib qoldi.